Bu kuyovlarning Instagramini obunachisi nechta ekan? 10.000 ta obunachisi. To'g'risini aytsam, men qizimning o'zining Instagramida 1.300.000 ta obunachisi bor. Shahvati qancha? Uzr, shahvat emas, ahvati. Ahvati qancha? Ahvati. Ahvati 3.000-4.000 ta chiqadi. Mana qo'shnimizni qizida ham shunaqa ahvati bor, oyiga 3.000 ta. Shega ham bir kirib ko'rasiz. Bu Instagramdan endi oyiga sir bo'lmasa nech pul topadilar 10.000 ta obunachi bilan? Yo barterga ishlaylarmi? Yoz Instagram. Adashmasam yolg'iz bor 2026 da shunaqa edi. Bu Instagram videolari bilan, bu prosmotrlar bilan rostdan ham yolg'iz o'tib ketadi-yu. Ertaga to'ydan keyin kollaboratsiya qilib aktiv oshib ketar o'g'limni. Aha, biz kollaboratsiya ishlaymaymiz. Biz отдельно ishlaymiz, xo'pmi? Ha. Iloyim shu o'g'lingizni Instagramlardan fayz baraka qochmasdan, xo'pmi? Aktivi o'lmasin, ahvati o'lmasin, ha. Stories prosmotrlari o'lmasin, ternovoy banga tushmasin, qora ro'yxatga tushmasin. Yaxshi ideyalarni qilib, yana kelasizlar. Kontentinglarga omad.